ayting 4 tasini bir joyda. Obunachilarga bugun bonusi. Bor. Ha. Bitta gap gapiring. 3,5 milliondan bo'lsa. 3,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. Bunda qarashadilardan so'raqanlar bormi? Hojakalar mana shaytlarga laykladi muhlab ko'rasizlar. Xolos bularning narxi ham o'ta go'zal, o'ta arzonlardan kelgan. Bizdan so'ragan hojakalar bormi? Mana shaytlarga laykladi muhlab turinglar. Narxlari o'ta arzon, o'ta qulaylardan ketdi. Mana layk bosib turinglar. Zo'rlardan chiqadi xolos. Mana bunaqa to'g'ri qo'zlardan so'raganmiz. Layk bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. O'ta go'zallardan chiqadi. Narxlari ham juda qulay. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, to'g'ri qo'z sog'liq ishqibozlariga xolasa bugun biz Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizni xonadonimizda olib bormoqdamiz. Bugun hafta kuniga seshanba 17-fevral 2026-yil. Biz videolarimizni o'zimizni xonadonimizda olib bormoqdamiz va xolos bugunga zo'r qo'ylar kelgan. O'ta o'dorlardan, to'qlini o'sha inasiga yetib olgan o'ta tiniqlardan kelgan. Xolos bular to'liq ma'lumotini Azbek aka o'zidan olib berishga harakat qilamiz. Videoda xato kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Videoga bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xolos biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum Azbek aka. Sizsiz? Ishlar yaxshimi? Charchamang. Xolos bugungi obunachilarga qanaqa bonuslar, qanaqa partiyalari bor? Obunachilarga inasiga yetib olgan qo'zlarimiz kelgan. Birinchi partiyanaga liniyalik, toza zotli qo'zlarimiz kelgan. Toza zotli, ha. 12 oydan 11 oyga bor deydi. Hozir 3 dona 12 oyligi bor. Xo'p, 2 dona 11 oyligi bor. Bo'ldi, xolos. Inasiga yetib olgan qo'zlar. Obunachilarni xursand qilasiz? Obunachilar gap so'zlatinglar bo'lsin mana. O'yladim, o'ta go'zallardan. Iting bo'lib yosh. Yosh narsa qo'zi. Birinchi tumsa hamma. Shaq emas. Qo'zi narsa. Qo'zi, ha. Xo'p. Bular bo'g'ozmi, qisirmi? Tez ma'lumotni berib kutaveramiz. Bugun partiyalar ko'p deyapsiz. Obunachilar vaqtini olmaymiz. Bugun partiyaga ko'p. Qisqa va lo'nda qilamiz. Qisqa. Ha. Yosh oyligi. Yosh oyligimi? Ha. 12-11 oylik. 12-11 oylik. Buni 3tasi 12 oylik. 3tasi 12 oylik. Buni bitta, uni ikkita. Ha. 12 oylik, buni 2-11 oylik. Mana bilan Mana o'rtadagi qora. Kichikroq ekan-da. Mana videoda o'zlari aytib ketyaptilar obunachilar. Orasiga tiqib qo'yib, hammasi tenglikda. Mana mana shu ikki ajradi. 11 oylik. 2-11 oylik, narigilar 12 oylik. O'ta zo'r ekan obunachilar, qarang. Taglari ham ancha bilinib qolgan deyaptilar. Xolos imkon qadar kelib ko'rib ustida savdo qilaverasizlar. Qo'chqorda yurgan. Endi bu ham to'qli, bitta yarimtasini semizlik bo'lishi ham mumkin. Lekin hammasi mana shunday bo'lib qolibdi, shuab ko'rdik. Imkon qadar kelib ko'rib ustida savdo qilsalaring maqsadga muvofiq. Hop, bularni qarang. Obunachilarni vaqtni olmaymiz, qisqa qilib bitta narxni ayting. Keyingi partiyalarga navbatni beraylik. Kuttirmaylik obunachilar. Bitta gap gapiring. 5 tasini bitta gap gapiring. 5 tasini olgan odamga bor-ku, 5 milliondan deyapman. 5 million so'mdan hayriga bir nima o'tib berasizmi, chiroyli qilib obunachilarga? Hayriga o'tib beraman. 100 ming so'mni o'tib beraman mana. 100 ming emas, chiroyli qilib o'ting, videoda qisqa qilaylik. 200 dan o'tdim ablah. 200 dan. Shunda 48 dan bo'ldi. 48 dan. 48 dan. 48 dan buni hammasini olganga 48 dan. Hop. Ammo bitta ikkita olaman deganga 5 milliondan. Bo'ldi, 5 million. Baraka. Obunachilar mana. Hop, 5 bir joyga qilganga 4 million 800 ming so'mdan dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab o'ylanmay telefon qilaverasizlar. Hop, suyug'i bo'lyapti. Ha, quyuq. Tanlab olishga 5 million so'mdan ekan. Telefon qilib aloqa chiqarsizlar. Buni to'xloladi. 6 million ham deyoryapti. Nima ishlarni ko'rsataymi? To'xloladi. Tushlarni ham bir ko'rsatingchi. Mana. O'zi tulabchadan boryapti. Shuni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Shuni ham obunachilar kana. Qo'y turmayapti. Shuni ham bitta ko'rib qo'yilishi. Mana qo'zi. Qo'zi, obunachilar tishi yorishga harakatdan qiladi. Qo'zi mana. O'ta go'zal. O'ta cho'tki bolani ham bor, xohlashlarni cho'tki bola beradi inshaalloh. Dumbasini sal ko'taringchi. Qo'chqorda yurgan bu. Qo'chqorda yurgan ekan. Yezi bor. Telefon qilib ulgurib qo'yinglar, endi biz ketingi partiyalarimizga navbat. Obunachilar mana ikkinchi partiyalarimizni ham boshlab oldik. Ikkinchi partiyaga ham haqiqiy go'zallardan. Haqiqiy olib baraka topadigan variantlardan ekan. Xohlasa bugungi hamma qo'ylar zo'r. Og'a odam xursand bo'lar odamda, qo'y eshigidan borib tushirganda xursand bo'ladi, ko'rganda bahri dili ochiladigan qo'ylar kelibdi. Shaytlarga like bosmasangiz bo'lmaydi obunachilar mana. Shaytlarga like bosib qo'ying, hojaka. Shunchalik mehnat qilib shunday qo'ylar topib beryaptilar, qaranglar. Narxlarni ham xolos eldan 200 ming 300 ming arzon qilib chiroyli qilib beraman deyaptilar. Bundaqa qo'yning narxi yo'q.
Birinchi tumsa bo'g'oz variantini to'g'risi gap narxi qolmadi. Kerak bo'lsa qo'chqordan qimmat bo'lyapti, ochiqini aytganda sizlarga. Bo'g'oz to'xli birinchi tumsalar qo'chqordan qimmat bo'lib ketdi. Rostini aytib o'tirish kerak. Qo'ylar nimaga zo'r o'taydi yani mana. Hop, Azbek aka bular bir qator ma'lumotni berib ketaylik. Hop. Yoshlar necha oylikka beramiz? Oylik bor-ku buni. Yosh oylik, ha. 11 o'ynak oylik. 11 oylik, ha. 11 oylik, to'g'ri. 11 oylikka beraylik. 11 oylik. Chunki tug'ilganda biz ham tepasida bo'lmaganmiz. Bo'y bastiga qarab chamalayapmiz. Egasini aytgan gapiga qarab. 11 oylik bo'y bastlar. 70-75 ga olish olsin, 75 ga. 75, ha? 75 ga olish olsin, ha. 75 ga olarasizlar. Juda injiq odamlar 70 ga ham savdo qilaverasizlar. Borgandan keyin o'lchab, junini bosib, ustiga chiqib o'lchaydiganlar 70 ga ham olarasizlar. Halol poq lavizga ishonib savdo qilib oladiganlar 75 ga olarasizlar. Chunki 75 dan chiqaveradi qo'ylar. Mana, bo'yi muhim emas. 80-85 lik qo'ylar ham shu narxida ketaveradi. 65-70 lik qo'ylar ham shu narxida ketaveradi. Asosan sifatida. Hop, bularni yosh oyligini aytib ketdik. Endi Qo'chqorda yurganmi bular ham? Naq bo'g'oz, ha, to'g'ri ham, ha. To'g'ri, mana to'talasini ham quloqlarida sirg'alari bor obunachilar. Hop, qarang, buni ham ko'p obunachilar vaqtini olmaylik. Qisqa video bo'lsin, bitta gap gapiring. Bitta. So'rashmaydi, bitta gap gapiring. Buni bo'ladigan narxi bor. Tari 48 dan qo'ydi. Unga qaraganda kichikroq. Undan sal kichikroq bular. Ha. Buni so'rashmaydi, bitta aytaman. Bitta gap gapiring. Buni 46 dan bo'lsa beraman. 46 dan? 46 dan. Ammo dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab qo'yib berasiz. Bu narxida tortishmaydi. Vodiylik akalar telefon qilsa o'tib berasiz, ha? Vodiy Toshkentdan bo'lsa. Toshkentdan emas, Vodiydan Toshkentga telefon qilsa o'tib beraman. Bo'ldi. Gap so'z yo'q, obunachilar mana. Savdoni pashni bitirib qo'ydik. Sunnatiga savdo sunnat shichi o'tib beriladi. Telefon qilib aloqa chiqarasiz. 4 dona o'ta go'zallar. Hoji aka 4 ta so'raganmidingiz mana? Haqiqiy go'zallar. Like bosib turinglar. Endi ketingilariga o'tamiz. Keyingilariga bundan ham pul arzonlar chiqadi. Obunachilar 3-partiyamizga toza liniyali mana sariq deganlarga sariq, ko'k so'ragan hoji akalarga ko'm-ko'kidan mana o'ta go'zallardan kelibdi. Shaytiga hali ham like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'yasiz hoji aka. Mana ko'k quloqlarni qarang. Ashini bitta ishonchashi eng kichkinasini Azbek ashini bir obunachilarga mana hamma kattasini vaqtasa biz mana kichkinasini ko'rsatamiz obunachilar. Toza. Oyoqlari kelishgan. Quloqlarda sirg'alari bor. Mana o'ziniki. O'zini Choponniki. Tamga bosilgan. Salda birinchimda sal ko'rsatilish obunachilar mana. Haqiqiy go'zal. Dollarda chiqaradigan mana. Azbekning bugun so'mda chiqadi, da xolasa. Ya'ni aragilarda ham quvunchi baqa. Obunachilar qo'ylarimiz juda chorsakan. Bittasi mana bu yoqqa o'tib ketyapti, bittasi u yoqqa o'tib ketyapti. Shunchalik qiynalib sizlarga video qilib beryapmiz. Shaytlarga erinmay like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'yinglar. Shunaqa zo'r qo'ylar terib, daxolasi narxlari ham zo'r. Unakda viloyat kuyimizga yetib boryapti. Kanalga obuna bo'lib, like-dan bosib qo'yinglar, sizlardan ko'p narsa so'ramaymiz. Daxolasi narxlari ham o'ta qulay. Hop, bularning ma'lumotini berib ketaylik. Yosh oyligi necha oylik? Hop, yosh oyligi 8-9 oylik. 8-9 oylik, ha? Yebishlar sinovda o'tdi, daxolasi. Yebishlar sinovda o'tdi, daxolasi. Garantiyasi bor, obunachilar. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Hop, narxlarini chiroyli qilib berasiz, daxolasi bugun obunachilarga. Daxolasi narxlari bomba. Obunachilarga bir bugun bomba qilib berakansiz-da. Bomba bo'ladi. Baqa sal qaytaringchi yana hozir o'tib ketib qoladi, yo'qsa bular. Bitta ayting obunachilarga. Bitta aytayman. Ha, bo'ladigan qilib ayting. Ha, bo'ladigan. Qisqa londa video qilamiz. Bunini oldi qo'shni. 200 dan bo'lsa sotdim. 4200 dan dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab, ha? Bir joyga dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Otangga rahmat deb like qo'ysa 4200 dan ketdi. Bo'ldi. Gap siz yo'q, barakasini bersa obunachilar mana. 4200 ming so'mdan mana dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab ketadi ekan obunachilar mana. Bir joyda bo'lsa, tanlab olishga qimmatroq chiqadi. Plistlari bor. Telefon qilib ulgurib bo'lmasa-da, xolasa ishlari bitadigan joyga keldik mana. Ish bitadi. Bugun klientga ishlayman deyaptilar. 4200 ming so'mdan sunnatiga yana ozmoz o'tib beriladi. Sunnatiga o'tib beriladi. Arzon bo'ldi obunachilar. Mana qo'ylar 5 milliondan kamiga bermayapti. Bozorda 5 million deydi. 5 million bor mana. Like bosib kanalga obuna bo'lib turinglar, eng arzon qolasiz. 5 million deyapti mana. Men uyda arzon qilib beraman. Nimaga arzon? Obunachilarga ishlayman deganman, va'damda turaman. Mana. Ularni ham qarang obunachilar. Hammasi zo'r. Hammasi. Like bosib turinglar, endi ketinglarga navbat pul qulaylarga.
Akalar mana kashtanidan so'raganlar bormi da kashtanidan 5-6 ta xil bo'lsa o'zim bitta qo'chqar qo'shib ko'paytirib yuraman degan obunachilarman. Soni ham hoji akalar 6 dona, ko'p emas. O'ta xillab qo'yiblar, Azbek 6 tasini. Soni 6 dona. Nimaga chiroyli bo'ladi. Chiroyli. Hada xolos obunachilar men ko'rganda oldim deydigan bo'lyapti ekanda hamma partiyada. Teryapman. Sifatni terilyapti. Yomoni yo'q. Hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Bularni yosh oyligi necha oylikka beramiz? Yosh oylik 9-10 oylik. 9-10 oylik. Qo'chqar yurganmi ichidan? Qo'chqar yurganda xolasa bitta ikkitasida bezi bor. Bitta ikkitasida bezi bor, ha? Hop, bitta ikkitani addinni ham sotaverasizmi? Hop, bitta ikkitani addinni sotaveraman. Kelib ko'rib olishadi. Imkon qadar kelib ko'raman. Buni ko'rib olsa yaxshi. Hammasini bo'yliqlarda chekcha bor. Endi buni haligi toshni 100 bo'g'az demaymiz. 100 ga demaymiz. Imkon qadar kelib ko'rib olaverasizlar. Bir ikkitasi qo'ch. To'g'risidan. Hop, bezi bor. Bir ikkitasi. bo'y bastlar nechiga beramiz bularni? Bo'ylari 70-75 ga. 70-75 ga hisob kitoblarni chiqarib olaverasizlar. Hisob kitobini chiqarib olaveradi xolasa. Hop, buni narsalar, buni qarang. Bu o'zi bitta obunachimizni qo'y. Xudo xolasa 5 ta 4 ta xillar bor. Zo'r xillanib, gap so'z yo'q. Qo'ydan hammasi yo'q. Pulidan hamma qilmasangiz bo'ldi. Pulini gapiring obunachilarga. Bitta bo'ladigan cho'zish kerak. O'zi video ham 1 soat o'tib ketyapti. Bitta obunachiga otangga rahmat desam, uni 4 milliondan ketdi. 4 million so'mdan dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab obunachilar mana. Telefon qilib ulgurib qolinglar. O'ta go'zallardan kelibdi. Videoda o'tkazib yubormasa kuzatib turinglar. Endi xolasi bundan ham arzonlari chiqadi. Hoji akalar mana oxirgi partiyamizga o'ta arzon, o'ta puli qulay. Kambag'al bo'y qiladigan variantlardan ekan obunachilar. Xo'p, bularni yosh oyligini necha oylikka beramiz? Azbek aka video cho'zilib ketdi. Qisqa qilaylik. 3 dona 7-8 oylik. 7-8 oylik. Bitta buni 10 oylik. Mana shu 10 oylikmi? Mana shu ushlanishi bu kattarog'mi? Ushlanishi. Ha, tishini ochmoqchimi? Shishak emasmi? Kallalari ham katta-mi? O'zi narsa. Qani? Burunchi bundasan? Chosta jonivar kuchli narsa. Ha, yemin yeb turgan ekan-da. Yemin yeb turgan. Mana. Qo'zi. Qo'zi, ha, ya'ni. Hop, yeb ishlari yaxshi, et boshlari zo'r. Yeb ishi yaxshi, bezi bor. Bezi bormi buni? Kalimda nima qilamiz? Obunachilar mana. Hop, qo'yaramiz. Yillari ko'rinyapti. Telefon qilib ulgurib qolinglar. Buni hozir bitta o'zini ham sotaverasizmi? Obunachilarga to'rini bitta urasizmi? Bitta hoji akaga. Ha. Hoji akam. To'rini bitta odamga sotaman. Nimaga? To'rini bitta. Ha. Nimagaki yaxshi narsa-da, to'rovi. 4 million ham demayman-da bu qo'ylarni. Hop. Ash 10 oyligi ham ichida ketyapti. 10 oyligi ham ichida ketadi, obunachilar. 4 million deydi. 4 million so'm. Men anaqa sindirmayman. Klientga ishlayman dedim, klientga ishlayman. Qarang, mana hozir paytam Azbek mana buni 3 bir xil ekan-a, pashta. Ora bitta kichikrog'i ham bor ekan-da, endi pilis bo'ladi. Chiroyli qilib aytib, narx obunachilarni xursand qiling, kommentariyaga otangga rahmat deb like bosib qo'yishadi. Xudo xolasi bozorda arzon qildim. Bitta gap gapirim. Bugun kechga chiqadimi, dam olib ko'ryotadigan video bo'lsa. Kechga endi yoz keldi. Sumalaqda yelaydan vaqt keldi. Ko'klamga chiqdik. Xudo xolasa buni hoji otog'alar bor-ku. Buni 10 oyligi ham ichida ketyapti, 4 millionlik. Men bunday qilaman, bozorda arzon qilaman. 3,5 millionga sotdim. 3,5 million so'mdan dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab, ha? Telefon qilib ulgurib qolinglar. Tezroq turib qol. Eng arzonda qolsa bizni kanalda. Sizga bo'ladi. Eng arzon. Like bosib, qo'llab-quvvatlab Otangga rahmat deb tursa. Otangga rahmat deb tursa. Ketdi mana. Ketingi videolarimizgacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik.